Misrlik musulmon bir yigitcha bor. Liverpool dovrug'in dunyoga yoydi. O'ng qanot hujumda yugurib, yelib, darvoza to'rlarini teshib ham qo'ydi. Shu vaqtlar Anfieldda porladi uchlik. Mane, Firminolar o'ziga bir olam. Ularning maydonda shturmlari quvontirar edi ko'zlarini biram. Ha topdingiz ismi Muhammad Salah. Ehromidek buyuk sharafu shoni, Yurgen Klopp yorqin o'yinlarining u sababchisidir va qahramoni. Futbolga muhabbat qo'ygan har kishi Salah va Liverpool o'yinini sevar. Yopiq himoyaviy strukturadan hujumkor bahslarni u afzal ko'rar. Go'zal ochiq futbol shu Anfieldda bor. Buni asl muxlis baralla aytsin. APL chempionligi bu yil muborak. Nasib qilsa Salah oltin to'p olsin.